qandaq qilib Türk bayrağını namoyish maydonidan elivatdim? Abdori Abdurahim G'ani Uyg'ur. Qasha makkan bo'lsa, tulki kirolmas. U yonga baq, bu yonga baq. Sahar turib, xo'shnanga baq. Uyg'ur xalq maqol tamsili. Men Gollandiyaga kelgandan buyanqi qatnashgan namoyishlarimda Türklar o'zining bayroqlarini ko'tarib, bizning namoyishga qatnashsa, bak ichim siqiladi. Gap qilay desam, gap qilishga jur'at qila olmaydim. Chunki namoyishni o'rinlashtirganlar, tashkilotlar bo'lgandan mening gap qilishim putaqchi, hamma ishga aralashib oladi degandek quruq tuhmatlarga qilishdan ansiraydim. Lekin bu qitim o'zim o'rinlashtirgandan hamma ishga g'ayratim va qat'iyligim hamra bo'ldi. Oldin hafta Amsterdam dam maydonida yolg'iz kishilik namoyish qilganligimning 1 yillik xotir munosabati bilan o'tkazgan faoliyatimga bir qancha turk qarindoshlarim ishtirok qilgan edi. Faoliyatimga keraklik yangratqu va mikrofon, o'rindiq qatorliq narsalarni turk masjidlaridan so'rasam, ular haqsiz ishlatishimga ijozat berdi. İçilish murosimidan keyin faoliyatlar jonlanib ketishi bilan tuyuqsiz ay yulduzliq ko'k bayroqning yeniga qip-qizil turk bayrog'ining esib qo'yilishi meni hayron qoldirdi. Darhol Turkiya bayrog'ining yenida turgan turkdan "Bu bayroqni kim esib qo'ydi?" deb so'rasam, biz Türk bo'lish sifatimiz bilan Uyg'ur qarindoshlarni qo'llaymiz. Shunga sizlarga yaqinchilik qilib, yiltizi bir bo'lgan bu bayroqni esib qo'ydim. Yana bir qancha doni bor. Buni asayli deb somkisidagi bayroqlarni chiqarg'il turdi. To'xta, qarindishim deb uningga tushuntirishga boshladim. Türkiye bo'lgan bo'lsa, sen degandek Türk bayrog'idan qanchalik ossang maylit. Lekin bu Gollandiya. Men bu davlatning puhras bo'lgandikin, cho'qim Gollandiya bayrog'ini esishim kerak edi. Afsus, uni esib bo'la olmagandim. Men bir tashviqotchi bo'lish sifatim bilan ay yulduzliq ko'k bayroqdan boshqa hech qandaq bir davlatning bayrog'ini yoki ma'lum bir ideologiyaga vakillik qiladigan bayroqni osmadim. Shunga sening bayrog'ingni osmayman deb lapildab turgan Turkiya bayrog'ini elivatdim. Bu ishlardan ajablangan boshqa turklarmi? Elivitishingning o'rni yo'q. Türk'ten başqa do'sti yo'q. Sen o'zingning turkligingni yo'shirgan bilan Yevropaliklar bak obdan biladi deb menga ITV tarbiya ishligil turdi. Degining to'g'ri. Men hech qachon turkligimdan yoki musulmonligimdan tanmayman. Balki faxrlanaman. Chunki Allah meni yaratganda bu ikki sifat bilan yaratgan. Lekin men tashviqotimda turkligimni va musulmonligimni eng oldida ifodalamay, balki insonligimni eng oldida ifodalab, turklik va musulmonligimni qalbimda bilib kelyapman. Shunga menga yesdoshlik qilayotganlar va meni qo'llayotganlar musulmonlar va turklar emas, balki gollandiyalik insonparvar insonlar. Balki mening Facebook sahifamda ko'rgansan,
Hozirgacha bir qancha gollandiyalik insonparvarlar men bilan birga namoyish qilyotidi. Desam, ha, ko'rdim, qoyil bo'ldim deydi. Ular manga biz amaliy harakatimiz bilan seni qo'llab 70 kilometr yo'l besib, sening namoyishingga ovoz qo'shib, namoyish qilishib beryapmiz. Gollandiya sana vatandaşlık berib, seni bu meydanda namoyish qilish imkoniyati yaratib bersa, sen nima uchun Gollandiya bayrog'ini osmaysan deb baxmadi. Bu nima uchun bilamsan? Desam, gap qilmay, gapimga qoyil bo'ldimi, bayroqlarni asta somkalarga selib qo'ydi. Yana asta ko'nglini yasab deb qo'ydim. Abi, ko'nglingni tushunaman. Siyosatning oldida millat, dinning qimmatidan manfaatning qimmati eng oldida turadi. Saudiya podshoyi Xitoyga borganda Xitoyning Shitida qurgan jazo lagerini qo'lladi. Hech qandaq musulmon davlatlardan Uyg'urlar bizning diniy qarindishimiz edi. Qiyomat kuni Allohning oldida qandaq hisob berarmiz deganni o'ylamay, ko'z oldidagi manfaatni o'ylab, Xitoyga qarshi Uyg'urlar haqida gap qilmadi desam, evet abi, evet. Arablarmo Osmanlılar vaqtida bizga qarshi qo'zg'alon ko'targan deb mening so'zimni quvvatladi. Türk bayrog'ini ilvatganligimni ko'rib turgan bir qancha Uyg'urlar haqiqatan xushal bo'ldi. Biz namoyishga chiqqanda Türk bayrog'ini ko'tarib chiqqan turklarni ko'rsak, Türk bayrog'ini ko'tarma deyolmay ishchimiz titildaydi. Lekin bugun sen dadillik bilan Chidirning kirish eg'izidagi Türk bayrog'ini ilvatganingni o'z ko'zimiz bilan ko'rib, haqiqatan sana qoyil bo'ldik dedi. Şoňa Yevropada namoyish qilayotgan qarindoshlar, namoyish jarayonida turklar bayrog'ini ko'tarib namoyishimizga qaytilsa, chiroyliqcha gap qilib, turk bayrog'ining o'rniga ko'k bayroq ko'tarishni tavsiya qilsak. Namoyish Sharq Turkistondagi ovozsiz xalqimizning ovozini anglatish bo'lgandan keyin başqa har qanday millatdan, irqdan yoki dindan bo'lgan odamlar namoyishga ishtirok qilsa bo'ladi. Albatta qarshi olamiz. Ammo o'zining ideologiyasining yoki davlatining bayrog'ini ko'tarishni cheklasak, bu da'voyimiz uchun texmi unumlik va foydali bo'ladi deb qarayman. 2019 yil 3 iyun